Assalomu alaykum hammaga. Video olishga qaror qildim. Hayolim kelib qolgan bitta narsani tushuntirib bermoqchiman. Akvariumda yana o't ekkanlar maslahat bermoqchiman. Mana boshida ekkanimda ko'pincha o'xshamasdi. Hamma o'tlarimda bo'lib ketardi. Maslahatim ekish yilidan oldin o'tlarni tiqish yilidan oldin suvni yaxshilab parametrini iloji boricha o'rganib olinglar. Ya'ni, misol uchun vodoprovod O'zbekistonda ko'plar vodoprovod qo'shadi baribir. Vodoprovod suvdan tiqadi akvariumga. O'shanda o'tlarga qiyinchilik tushadi. Ya'ni, o'tlar u narsaga adaptatsiya qilish qiyinroq. O'shanga iloji boricha udobreyn nimalarni qo'shsanglar yaxshiroq bo'ladi. Internetda to'la yotibdi u narsa. Mana sekin-sekin o'rganib qilganman. O'tlar udobreyn bilan keyin suv, svet, ya'ni asosiy narsa o'zi svet bo'ladi. Svetda ham yaxshi qilsanglar, suvni yaxshi udobreyn bilan suvlarni yaxshi qo'shsanglar, o'zi hammasi zo'r bo'lib ketadi. Keyin asosiy filtr, so'dvali misol uchun kerak bo'ladi. O'tlar yaxshi qarasanglar zo'r o'sib ketar ekan. Boshida tashlab yubormoqchi bo'ldim. Lekin harakat qildim, hammasi zo'r bo'ldi. Endi sekin-sekin bilan kesib, o'ng joyiga keltirib, birikdan ortiqchalarni olib tashlashim kerak bo'lyapti. Sekin-sekin o'sha narsani qilaman, vaqt topib. O'shanga maslahatim o'qib, qarab, shoshmasdan qilsanglar va обязательно boshida rosa ko'p o't ekish shart emas. 2-3 ta o'tni ekib, o'zinglar uchun o'rganib tushunib olsanglar, o'sha hammasi keyin ketaverar ekan. Bir vaqt bo'lsa kichkinasini ham kichkina akvarium bor. O'tda bat krevetka bilan bitta attesingsiz paluvlarni boqaman. Uni ham qo'yaman videosini. Ham chiroyli bo'lar ekan. O'tda endi asosan o'tlarni eksperiment qilib ko'raman, o'tda o'stirib ko'raman. Agar yaxshi o'sib ketsa, keyin o'zim katta akvariumga qo'shaman. Chunki boshida akvariumga qo'shganimda ko'p o'tlar yomon bo'lib ketardi. O'shani bo'lmasligi uchun hozir tekshirib qolman. O'rda yaxshi. Kimdadir agar qanaqadir maslahatli bo'lsa, opitniroq bersanglar xursand bo'lardim. Rahmat. Sog' bo'linglar.